أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال الحسن البصري رضي الله عنه التوبة النصوح هو الندم بالقلب والاستغفار باللسان والترك بالجوارح والإضمار على أن لا يعودا. الله جل وعلا قرآن الكريم ده ey Allohga iymon keltirgan mu'minlar, Allohga tavba-i nasuh qilinglar deb Alloh buyurar ekan. Tavba-i nasuh bir gunohni qaytib qilmaslik, gunohligini bilgandan keyin unga qaytmaslik. Hasan Basriy rahmatullohi alayhi at-tawbatun nasuhu hiya an-nadamu bil qalb deyaptilar. Tavba-i nasuh degani, Alloh Qur'oni Karimda tavba-i nasuh qilinglar degani qalbi bilan nadomat qilmoq degani deyaptilar. Ichidan eziladi. Birovga men gunohni qilganman demasa, ichidan o'zini o'zi afsus, shu ishni bekor qilgan ekanman deb nadomat qilish shu tavba-i nasuh ekan. Endi qalbi bilan ichidan og'riyapti shu gunohni qilib qo'yganiga. Endi val istig'faru bil lisan, tili bilan istig'for aytadi. Astagfirulloh, astagfirulloh deydi. Astagfirullohal azim allazi la ilaha illa huval hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi wa ma baynahuma min jami'i jurmi va israfi ala nafsi va atubu ilayhi degan istig'forda aytsa savobi ko'proq bo'ladi. Buni Astagfirullohal azim allazi la ilaha illa huval hayyul qayyum tirik bo'lgan, abadiy bo'lgan Allohga istig'for aytaman degani. Osmon va yerlarni yo'qdan paydo qiluvchi bo'lgan Robbimga istig'for aytaman. Osmon va yerni orasidagi nima mavjudot, koinot bo'lsa, hamma narsasini yaratgan Allohga istig'for aytaman. Hamma gunohlarimni qasddan qilay, bilib bilmay qilgan gunohlarimni hammasiga Allohning o'ziga istig'for aytaman degan. Mana shu istig'for birinchi gunoh to'kiladi. Alloh ilmni yuqtiradi. Bizga Alloh ilm beradi. Ilmni erta kechi yo'q. Yosh kattasi ham bo'lmaydi. Xudo sunib qolsa, Xudo berib qolsa 80 ga kirgan odam ham olim bo'lib qolaveradi, birdaniga Alloh tafsir ilmlarini berdirsa. 7 yashar bolaga Alloh beraman desa, ilmini berib qo'yadi. Alloh hammamizga tavba-i nasuh bersin deganda